Yaxshi eshityapsizmi amaki? Yaxshi, zo'r. O'zi aniq tiniq. Tiniq kelyapti. Aniq tiniq kelyapti. O'zi qanchadan beri eshitmayotgandingiz? O'zi yosh bolalikdan beri. Yoshlikdan pastmi eshitdingiz? Yaxmalaga cho'milib suvga tushib ketdim. Otam buni bilmagan. Shu muzni ichida chiqishga chiqdim. Shundan beri ancha vaqt e'tiborsiz qolib ketdim. Shundan beri shamollab qoldik-da. 58, 59-yil. O'zi yoshim 70da, точно 70da. Shunday. Ancha vaqtdan beri qiynalayman. Darslarda ham bor ish bo'lgan. Shu eshitmaganda oqibatida bo'lganmi? Bu ham eshitmaslikda oqibatida bo'lmasa zo'r qilaydim. Bu paytlarda apparatlar bo'lmaganda bunaqa. Shu vaqtlar bo'lmagan. Sovet davrida bo'ldik-da. Toshmida tekshirdi, ko'rdi. Hali ham hukumatimizni qayg'urgani ham shukur shunisiga ham. Oldingi apparatlardan ko'ra buni farqi bormi? Hozir bor-a? Bor. Bular yaxshi. Bu yaxshi, ha? Bular yaxshi. Faqat ustalar bormikan? Bor. Buni garantiyalari bor, kafolati. 1 yil bepul ko'rib beramiz agar buzilib qolsa. Agar sizni eshitishingizda o'zgarish bo'lib qolsa, masalan, shovqin joylarda, uyda yoki televizor ko'rganda, agar siz qaysidir holatlarda qiynalsangiz, bu yoqqa kelsangiz, yana qaytadan buni kompyuterga ulab sozlash imkoniyati bor. Yana buni sozlasa bo'laveradi. Mana bu qog'ozingiz bor-ku, audiogrammangiz. Buni hozim yo'q. Hozir mana shunaqangi audiogramma bo'yicha sozlandi-da bu. Sizni eshitishingizni hozir tekshirishdimi bunda? Qulog'ingizni tekshirishdimi? Ularda tekshirishdi, buyurdi. Xuddi ana shunga qarab turib, hozir sozlandi qulog'ingizga. Agar yana o'zgarish bo'lsa, yana kelasiz va bu naushnikni taqamiz, qulog'ingizni tekshiramiz. Yana qaysi tovushlar pasaygan yo o'zgargan bo'lsa, ana shu bo'yicha yana sozlab beraveramiz. Bularda shunaqa imkoniyatlari bor. O'zida ham baland-past qilsangiz bo'ladi, bu yerda ham sozlasa bo'ladi. Boshingizni og'ritmayaptimi hozir? Yo'q, yaxshi. Zo'r-a? Yaxshi, ha, yaxshi. Odamga moydek yoqar. Yo'q-da. Hozir ichimdan shunday xursand bo'lib ketdim. Sizlarga ham yaxshi kunlaringizga Xudoyim yetkazsin. Iloyim aytganingiz kelsin. Mana hozir navbatdagi bemorimizga eshitish moslamasi qo'ydik. Ularning taassurotlarini o'zlaring ko'rib turibsizlar. Bular anchadan buyon eshitish moslamasidan foydalangani uchun hozirda biz qo'ygan eshitish moslamalarini yaxshiligini, undagi ovozlarni tiniqligini bemalol o'zlari ta'riflab berishyapti. Agar kimgadir yana mana shunaqangi eshitish moslamalari bo'yicha savollari bo'lsa yoki eshitishdagi muammolari bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsa, bizning xodimlarimizga murojaat qilsa, mana shunday qo'limizdan kelgan yordamlarni qilishimiz mumkin.